Assalom. Bo'stonxon onasiz bo'lasizmi? Ha, men. Onajonim, salomatmisiz? Ahvollaringiz yaxshimi? Ha, Xudoga shukr, yaxshi. Xayrli kechlar bo'lsin. Kayfiyatlaringiz a'lomi? Rahmat. Bezovta qilib qo'ymadikmi sizni? Ha, yo'q. Ruxsat bersangiz 5 daqiqa vaqtingizni olsak maylimi? Ha, mayli. Tashakkur. Umringizga to'lib toshsin baxt, omad. Allohdan so'raymiz cheksiz saodat. Yaqinlar baxtiga bo'ling salomat. Tug'ilgan kuningiz bo'lsin muborak. Onajonim, bugungi shukrona kunlar, tavallud ayyomlar muborak bo'lsin. Rahmat. Bu yoshlarni ko'pini ko'rib yuring ilohim. Hojona bo'lib yurish nasib etsin. Yaqinlar baxtiga hamisha sog' salomat bo'lib yuring. Ha, Allohim aytganingiz rahmat. Ayni daqiqalarda sizni kutilmagan qo'ng'iroq loyihasidan bezovta qilyapmiz va ushbu loyiha boshlovchisi g'oyibona suhbatdoshingiz Mohiraxon bo'laman. Ha, Onajon, bizga bir tabrik kelib tushgan ekan, sizga atalgan. Qaysi yaqin insonlaringiz yo'llagan bo'lishi mumkin? yaqinlarim, bolalarim bor-da, ullarim bor, qizlarim bor. Albatta. Bor, xo'jayinim bor, Xudoga shukr, hammasi bor. Xudoga shukr. Juda to'g'ri topdingiz. Jigarlarim bor, yaqinlarim ko'p, ko'pchilik bo'lsa Xudoga shukr. Turmush o'rtog'ingiz hamda qizlaringiz Kamolaxon, Zuhraxon, o'g'illaringiz Tursunboybek, Hasanjon, Husanjon, kelinlaringiz Feruzaxon, Farog'atxon, Fotimaxon, kuyovingiz Shavqiddinbek hamda Fotima Zuhra nevaralaringiz nomidan qizingiz Yulduzxon yo'llagan ekanlar. Ha, katta rahmat. Rahmat. Bugun onajonimni tug'ilgan kunlari, ularga mana shu dilizxorlarimni yetkazib qo'ysangiz degan ekanlar. Ularni dilizxorlarini o'qib eshittirsam maylimi? Mayli. Tashakkur. Unda diqqat bilan tinglaymiz. Assalomu alaykum, hayotimdagi eng aziz insonim, eng muqaddas, duru gavharim, jannatim onajonim. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Qarshi olgan 57 yoshingiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Meni dunyoga keltirgan, birinchi marta bolam deb aytgan, yuragidagi harorati bilan meni iliq tutgan sizsiz onajon. Bugun sizning tug'ilgan kuningiz. Bu mening hayotimdagi